Lekşe devamına başlayımız bugün Çeslağa vatandaş 2023 yılı 10. ayının 11. günü haftaga düşenbe yukarı haberimizni koydunlar lekşemizni endi ikincisini sizlarga topshiramiz vatandaşım. İkincisi mavzumunda Yeni Delhi'de Dayıla hitapnamesi Rusya'nı ayıpleşten saklandı. Amerika Rusya kanaat taptı. Ukrayna doğru tapmadı. Mavzulu haber 9. ayının 10. günü Amerika avazdan Xitay tili programması e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Taybi 20 devlet guruhi Yeni Delhi yuqori darajaliklar yig'inida e'lon qilingan har qaysi ellar doiralari xitobnomasi Rossiyaning tajovuzchilik urush qo'zg'alligini ayblashdan saqlandi. Acayip gap vatandaş ha? Rossiyaning tajovuzchilik urushi qo'zg'alligini ayblashdan saqlandi. Lekin to'qinishdan kishilarga elib keladigan azob uqubatlarini ta'kidlab, barliq davlatlarning qurol ishlatib, boshqalarning territoriyasini egallab olmaslikni murojaat qildi. Haftaning 1. kuni 9. ayning 10. kuni eng oxirgi bir kun yig'in tartibida Amerika va Rossiya yuqori darajaliklar yig'ini e'lon qilgan xitobnomadan qanoat topganligini bildirdi. Diqqat vatandaşım, haftaning 1. kuni, yani 9. ayning 10. kuni eng oxirgi bir kun yig'in tartibida Amerika va Rossiya yuqori darajaliklar yig'ini e'lon qilgan xitobnomadan qanoat topganligini bildirdi. Ukrayna bo'lsa bu xitobnomaning g'ururlanadigan nemisi bor dedi. Demak, bu xitobnomaning Yeni Delhi'de 20 davlat yig'inida e'lon qilinishi va buning Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilganligini ayblashdan saqlanishi, buningdan endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya qanoat topdi. Çayb gepe vatandaşa. 20 devlet guruhi ma'qullagan xitobnoma Rossiyani tajovuz deb ayblashdan o'zini qochiribla qolmay, davomlashib atgan Rossiya Ukrayna urushini bevosita tilga ilibmi qo'ymadi. 20 devlet guruhi yig'ini qatnashgan Rossiya vakili Svetlana Lukash Yeni Delhi'de muxbirlarni kutib olish yig'inida bunday ko'rsatdi. 20 davlat xitobnomasining tampon bo'lganligini Rossiya qarshi oladi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan muxbirlarga bunday ko'rsatdi. Bu xitobnoma qurol ishlatib territoriyaga ega bo'lish yoki boshqa davlatning territoriyasi zimin butunligiga va egilik huquq va siyosiy mustaqilligiga tajovuz qilsa bo'lmaydigan prinsipni qo'g'dab qoldi. Germaniyaning vaziri Olaf Scholz bunday ko'rsatdi. Bu xitobnoma Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilganligi to'g'risidagi meydanını ochoq ko'rsatdi. Bir davlatning territoriya butunligi zo'ravonlik muomalasiga uchraganligi uchun gumon qilinmasligi kerak. Buyuk Britaniya vaziri Rishi Sunak bunday ko'rsatdi. Rossiyaning Ukrainada olib berayotgan qonunsiz urushiga nihoyatda qattiq iboralar ishlatdik. Ukrayna Tashqi ishlar ministrligi Twitter'ga maqola yozib bunday ko'rsatdi. Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilganligi nisbatan aytganda bu xitobnomaning faxrlangidek hech nimasi yo'q. Hindiston Tashqi ishlar ministri Jashankar bunday ko'rsatdi. Rossiyaning muhim ittifoqdoshi Jungo bu xitobnomani qo'lladi.
O mundaq görsətdi. Oxşaş bolmagan göz qaraş, oxşaş bolmagan mənfəətlər bolsunmu, mənfəətlərimiz bolsunmu? Barlıq məsələlər boyunca birdəklik hasıl qıldıq. Yəni 20 dövlət yığınıda. Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping bu yığınğa qatnaşmağanlıqdan yığınğa Qərb lageri və Qərb lagerinin ittifaqdaşları itəkçilik qıldı. Haftanın birinci günü Prezident Joe Biden ittifaqdaş devlet başlıkları bilan birlikte Hindistan Müstakillik Hareketi'nin kahramanı Indira Gandhi'nin qabrisini ziyaret kıldı. Ve şundan keyin aeroplanga o'ltirib Vyetnamga ziyoratga yurib ketdi.